Misol. 9 darajasida x qo'shilgan 6 darajasida x. 9 darajasida x qo'shilgan 6 darajasida x barobar 2 ko'paytirib 2 ko'paygan 4 darajasida x shunaqami? Xo'p bo'ldi. Yana 9 bilan 4 ahamiyat beradi 2 darajalar, lekin 6 darajaga keladimi? Yo'q. Lekin uni maydalasak-chi 2 va 9 bu 3 ning kvadrati, 3 ning 2x-inchisi plus 3 ning kara 2 ning x-inchisi. Ayash qilib olib o'taman. 2 ko'paygan 2 ning 2x-inchisini 3 ning 2x-inchisi qo'shilgan 3 ning x-inchisi ko'paygan 2 ning x-inchisi ayirgan 2 ko'paygan 2 ning 2x-inchisi teng nima bo'lar ekan? Ya'ni o'rtadagi ko'paytmasiga bo'lib yuborsam bo'ladi, daryo ustida to'g'ri. Esda qolishi oson. Buga keyingi oxirgisiga bo'lib yuboramiz. Nima deysiz? Mana bunga hammasi mana shuni o'ziga nima qilib yuboraman? Bo'lib yuboraman. 3 ning 2x-inchisi taqsim 2 ning 2x-inchisi plus 3 ning x-inchisi ko'paygan 2 ning x-inchisi taqsim 2 ning 2x-inchisi minus o'zini o'ziga bo'lsam 1 va faqat necha qoladi? 2 qoladimi? Mana bu yerda 3 taqsim 2 ning 2x-inchisi. Mana bu joyda qarang, 2 ning x-inchisi, 2 ning 2x-inchisi desam 2x ga x ayrilib, pastda ko'proqmi qayerda qoladi? Pastda 2x ga x ayirsam x qoladi, to'g'ri? Ayirgan 2 teng. Mana bu joyda ikkalasi ham x bo'lgani uchun 3 taqsim 2 ning 2x-inchisi plus 3 taqsim 2 ning x-inchisi minus 2 teng. Mana bu to'laligicha x darajasi bilan birga a deb belgilab olsam, mana bu yerda faqat 2 qolib ketadi bundan boshqa. Va bu darajadami? Demak, a ning nimasi bo'lar ekan? A kvadrat plus a minus 2 teng 1. Daryoqidagi bir yaxshiroq bo'lib qoldimi? Tushundingizmi? Har doim eng oxirgisiga bo'lib yuborsak ham bo'ladi. Uni farqi yo'q. Demak, a teng minus 2 bilan a teng nima chiqadi? To'g'rimi? A bu nima edi? 3 taqsim 2 ning x-inchisi teng minus 2. 3 taqsim 2 ning x-inchisi teng 1. Mana bu yechimga ega emas bo'sh turgan, chunki bu musbat, bu manfiy. Mana bundan x teng nima chiqadi? Chunki istalgan sonning 4-darajasi faqatgina nimaga tegishli bo'lishi, birga teng bo'lishi mumkin. Tushunarli bo'ldi gap. Demak, ana endi 71-misol. Nima debdi? 8 ko'paygan 4 darajasida modul x. Aytib turasiz endi. 8 ko'paygan 4 darajasida modul x qo'shilgan. Yo'q, minus. Minusmi? 33 kara 2 darajasi modul x. Plus 4 teng bo'ladi. Teng bo'ladi. Xo'p, bu qarang, 4 bu 2 ning kvadratimi? 8 ko'paygan 2 ning modulda x-inchisi, ya'ni 2 modulda x-inchisi bo'ladi. 2 ning kvadrati bo'lgani uchun 33 ko'paygan 2 ning modulda x-inchisi plus 4 teng. Yana qani mana buni a deb belgilab olsam, mana bu ham a ning faqat darajada 2 qolib ketyaptimi? Demak, a ning nimasi bo'lar ekan bu? 8a kvadrat minus 33a plus 4 teng. Diskindan 33 kvadrati minus 4 kere 8 32, 32 ni 4 ga ko'paytirsam 128. Ana endi hisoblang. 33 kvadrat necha ekan? 99. 9, 8, 1080. 1089 dan 128 ayirsak 1, 6, 960, 31 kvadrat bo'lar ekan, 31 ning kvadrat. A 1, 2, 33 plus minus 31 taqsim 16. 34, 64, 64, 16 bo'lsa necha chiqadi? 33 dan 31 ayirsak 2, 2 bilan 16, bir taqsim necha degan? 8. Men ani topdim, a necha chiqdi? A teng 4 chiqdi va a teng 1 taqsim 8 chiqdimi? A bu nima edi? 2 darajasida modul x teng 2 ning nimasi edi? 4 kvadrat. 2 ga nima qiladi? Qisqaradi, modul x teng 2. X teng nima chiqar ekan? 2 va x teng minus 2. Mana bu joylarchi 2 darajasida modul x teng 8 bu 2 ning kubi, tepaga chiqarsam 2 ning minus 3-inchisi bo'ladimi? 2 ga yana nima qiladi? Modulda x teng minus 3. O'ylab ko'ring, mana bu har doim musbat hisob. Mana buchi manfiy
Musbat bilan manfiy bir-biriga teng bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Demak, javoblar nima chiqar ekan? 2 va minus 2. Nimani so'ragan bu so'zlarni topasizlar. Nima so'ragan? Bizlar ko'mak masofa. Ha, 2 kare minus 2 necha bo'ladi? Minus 70. Tak, 4 darajasi x plus 1. 4 darajasida x plus 1 minus 2 darajasida x plus 4 to'g'rimi? Plus 3 kare. Plus 3 kare 2 darajasida x plus 2. x plus 2 teng. 48. Mana bu x plus 4 ni to'g'ri yozdimmi? Yaxshi, qarang. 4 bu 2 ning kvadratimi? 2 darajasi 2x plus 2 bo'ladimi? Minus 2 darajasi x plus 4 plus 3 darajasida 3 ko'paga 2 darajasida x plus 2 teng 48 ekanmi? Qarang-da. 2 ning 2x'inchisi plus 2 plus 4 plus 2 ile ortiqchami? Ortiqcha narsani yo'q qilamiz. 2 ning 2x'inchisi o'rta plus bo'lgani uchun ko'paytirish bilan 2 ning kvadrati, ya'ni necha degani? 4. Minus 2 ning x'inchisi 2 ning 4'inchisi necha degani? 16. Plus 3 ko'paygan 2 ning x'inchisi, ko'paygan 2 ning kvadrati, ya'ni necha degani? 4. Teng necha bo'lagan? 48. 4 ko'paygan 2 ning 2x'inchisi ayrilgan 3 kare 4 12 bo'ladi, to'g'rimi? Mana shuni tak 12 ko'paygan 2 ning x'inchisi desa, mana bu minus, mana plus, xuddi 16a 12a deganda gapmi? To'g'rimi? Yoki shu turishda qaragan 2 ning x'inchisini a deb belgilab olsam, mana bu a ning nimasi bo'ladi? Oldi x bo'lgani uchun kvadrat. Mana bu ham nima bo'ladi? A bo'ladimi? 4a kvadrat minus 16a plus 12a barobar necha bo'ldi? 48. 4a kvadrat minus 4a minus 48 teng 4 da bo'lib yuborsam a kvadrat minus a minus 12 teng, bundan a teng chiqadi 4, a teng chiqadi minus 3. A bu nima edi? 2 darajasi x teng 4. 4 bu 2 ning kvadrati bo'lgani uchun x teng necha chiqadi? 2. 2 darajasi x teng minus 3. Ammo bu har doim musbat son yana. Mana bu qanaqa son? Manfiy. Musbat bilan manfiy bir-biriga teng bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Bo'shliq. Demak, x teng necha chiqar ekan yana? 2. Tushunarli bo'ldi? Keyingisi 70 77 nima deb tushadi? X. Xo'p, y bu son oddiy bilasizlar. Y nima yegan? Yeydigan narsami-ku? Qanday yeydi ekan degan narsalar aytmang yana. Xo'p. Y darajasi x qo'shilgan 7 darajasi y minus x'inchisi teng bo'ladi nimaga? 8. Xo'p, qaranglar, shu joyda mana minus degan bir taqsim deganmi? Amma mana buni t deb belgilab olsam, mana nima bo'lar ekan? Bir taqsim t. Ya'ni t qo'shilgan 7 kare 1 7 taqsim t baravar necha bo'lar ekan? T ni umuman berib yuborsam, bu yerda 1 bor, bu yerda ham 1. T ni o'zim beraman, t kvadrat plus 7 teng 8 t bo'ladi. Ya'ni y darajasi x, y bu son hech qachon dajni nol ham bo'lmaydi, minus ham bo'lmaydi. Tushunarli? Shuning uchun bemalol tashlab yuborsam bo'ladi. 8 ni bir o'tkazsam, t ning kvadrati minus 8t plus 7 teng 0. T teng 7, t teng 1. To'g'rimi? Ya'ni y darajasida x teng necha? 7. Y darajasida x teng necha? 1. Mana buni yechib bilaman. Istalgan sonning nimasi? 0-darajasimi? Ya'ni y ning ham nechinchisi 0-chi? Y da qisqarib ketsa, x teng nima chiqadi? Mana bu yerda men x olishim kerak. Men sizlarga aytganman, x bu daraja bu ketgan va u nima hisoblanadi? Boylik. Men o'sha boylikni olishim kerakmi? Boylik o'g'irlaydigan narsa matematikada nima edi? Ya'ni bo'lim. Logaritm o'rda o'rgatgan. Ya'ni unga nima kerak? Buyruq kerakmi? Buyruq qarang, mana logaritmda buyruq har doim past yoziladi. Men buyruq beryapman. Y ning tipkasini o'g'irlayman. Tushunarlimi? Va mana buning logaritmda o'zini alohida belgilanish bor, ya'ni nima bo'ladi? Men logaritmni y ni o'g'irla deyapman, to'g'rimi? Aynan uni qayerga yo'naltiraman? Y darajasi x ga yo'naltiramanmi? Chunki menga nima kerak? X kerakmi? Tushunarli bo'ldi? Ya'ni mana bu joyga y darajasi nima bo'ladi? X. Mana bundan nima chiqadi?
Bo'ldi, uni kepkasini oladi, ya'ni x oladi. Ya'ni javob nima chiqadi? X chiqadi. Tushunarlimi? U menga kerak narsani nima qilib beradi? Olib beradi. Lekin faqat mana buni logaritmlab qo'ysam nohaqlik bo'ladimi? Shuning uchun nima bo'ladi? Har ikkala tomon, ya'ni ln y darajasida x barobar ln 7. Mana bundan nima chiqar ekan? X o'zi chiqadi. Mana bu yoqda nima qoladi? Ln 7. Demak, bu yerda nechta javob bor ekan? Ikkita javob. X teng ln 7. 0 va ln, ya'ni natural logaritm degani, natural logaritm 7. Tushunarsiz? Bu yoq logaritmlashishlar to'g'ri o'rgatgan bo'lish kerak bu narsani. Logaritmlashni bilishlaringiz kerak. Demak, ana endi navbat nechiga? 80. 80-chi misolda nima debdi? C bo'lib o'tdik. Tenglamalar sistemasi debdi. Qiyin joyi yo'q. 3 darajasida x minus 1 teng 3 darajasida x minus 1 barobar 9 ning y-si va deb beribdi-da. X minus 7 teng 5. 2x minus y teng 5, 7 emas. Yaxshi ham qarabman. Qaranglar. Ikkita tenglama, ikkita noma'lum va bitta misol. To'g'rimi? Mana tenglamalar sistemasi o'zi nima edi? Bir vaqtning o'zida ikkita noma'lum kelgan, bir nechta noma'lum kelgan, bir nechta tenglamalarning birlashmasi. Demak, bitta noma'lum bo'lsa, bizlarga bitta tenglama kerak. Ikkita noma'lum bo'lsa, ikkita tenglama. Uchta noma'lum bo'lsa, uchta tenglama kerak. Demak, hozir bizlarda ikkita noma'lum bormi? Ikkita tenglama ham bor. Bu tenglamalar sistemasi bo'ladi. Faqat nima bilan yozilgan? So'z bilan yozilgan. O'zim xohlagandek tenglamalar sistemasiga nima qila olaman? O'tkaza olaman. Tushunarli-ku? 9 ning y-si 2x minus y barobar nechi 5. Mana bu yerga 9 buch kvadratni 3 desam, bular nima qilib ketadi? Qisqarib ketadi. Ya'ni x minus 1 barobar. Kvadrat bo'lsa 2 bilan y ko'payib 2y beradi-ya. 3 dan qisqartirdim. Pastdachi 2 minus y teng nechi 5. Xohlasam o'rniga qo'yishdan foydalanaman, xohlasam qo'shish ayirish usulidan nima qilaman? Foydalanaman. Biri bu yoqqa o'tkazing, avval 2y bu yoqqa o'tkazing. Ya'ni x minus 2y barobar 1. 2x minus y barobar nechi 5. A tepani 2 ga ko'paytirsam x lar bir xil bo'lib qoladimi? 2x minus 4y barobar 2. 2x minus y barobar 5. Ayirib yuborsam 2x lar nima qiladi? Qisqaradi. Minus bilan minus plyus beradi. Minus 4y plyus y. Minus 3y. 2 dan 5 ayrsam minus 3 mi? Minus 3 ga bo'lib yuborsam y teng nima chiqar ekan? Y o'rniga 1 ga keltirib qo'y 2 qo'ysam 2x minus 1 teng 5. 2x teng 6. X teng necha chiqar ekan? Demak, javob qanaqa yoziladi? Birinchi x yozilgan 3 nuqta virgul, keyin nima yoziladi? Y 3 va 1 chiqar ekan. Tushunarlimi? Bu ham oddiy, har qaysi biridan alohida foydalanib olsak bo'lgani. Ana endi mana shu joyda mancha sizga kerak 80. 80. Yo'q, 81 emas. 83. Yo'q, sig'adi, umumiy foydalanaylik. Ayni qanday qiymatlarda shu va shu tenglamalarning ildizlari bir-biriga teng bo'ladi debdi. 2 darajasida 4x, to'g'rimi? Kara mana 2 darajasida 4x ko'paygan 4 darajasida a barobar necha ekan? 32. 32. Keyingisi 3 darajasida x kara 3 darajasida a. Teng ekan nechiga? 27. 7. Javoblar x lar nima chiqish kerak? Bir xil chiqish kerak. Tepani ishlab olaman birinchi. 2 darajasida 4x ko'paygan 2 darajasida 2a barobar 2 darajasida 5 bo'ladi. Bu ikkalasini birlashtirmasdan ikkilar qisqartirish haqqimiz yo'q. Ko'paytirish bo'lsa kepkalar nima qiladi? Qo'shiladi. Ya'ni 4x plus 2a keyin teng bo'ladi nechiga? 5 ga. Mana bu joydachi 3 darajasida x plus a barobar 3 darajasida 3 bo'lib x plus a teng nechi bo'ladi? 3 bo'ladi. Tepadan x topib olsam x barobar 5 minus 2a taqsim 4. Pastdan topib olsam x barobar 3 minus a. Ikkalasining javobi bir-biriga teng degani mana bu qismlar ham nima degani? Tenglaymiz. 5 minus 2a taqsim 4 barobar 3 minus a.
4 ko'paytirish bo'lib o'tsa 5 minus 2a barobar 12 minus 4a. 4 da pirish bo'lib o'tadi 2a qoladi. 5 minus bo'lib o'tadi 7 qoladi, to'g'rimi? A barobar 3a yoki a barobar 7 taqsim 2 yoki a barobar 3,2 dan qaysi biri bor shular ichida? 3,5 bormi? Demak, mana javob bor ekan. Tushunarlimi? Ko'proq ko'rishni yozsak bo'ladi. Davay yozamiz.